Ko'pchilik yozishgan, misol uchun, Koreyada hozir Koreya prezidenti qamalgan, birinchi prezident, ya'ni unga hozir o'lim hukmi haligi qilinyapti, talab qilinyapti, o'lsin, o'lim hukmi qo'yilsin deb talab qilinyapti, lekin u narsa ham osonlikcha bo'lmaydi, lekin bo'lishi ham mumkin. Bilasizlar, Koreyaning prezidenti, birinchi prezidenti o'sha favqulodda holat e'lon qilganligi uchun nima deydi, lavozimidan ozod etilgan, hozir qamoqda. Hozir ikkinchi prezident boshqaryapti, yangi prezident boshqaryapti. Hozir hammasi yaxshi, lekin eski o'sha avvalgi qamalgan prezident ishi hali ham tugamayapti. Hali ham tugagani yo'q, sud jarayonida. Nafaqat u, balki xotinini ham, o'zini qarindosh o'sha qizlari hammasini taftish bo'lyapti hozir. Ular hamma qilgan ishlarini, haligi o'sha olgan korrupsiya bir nimalarni hammasini taftish qilib, hammasini surishtirishyapti. Lekin bu misol uchun jarayon to'xtaydi baribir. Yana misol uchun Koreyada bilasizlar, chet elda qonun juda ham zo'r ishlaydi. Agar o'lim hukmiga qo'yilgan bo'lsa, o'ldirishi ham mumkin. Lekin u misol uchun bitta holat bor, Koreya prezidenti, birinchi prezidenti o'zini advokatiga juda ham katta pul talab qilgan, ya'ni uni sudda g'olib chiqish uchun harakat qilib, agar sudda g'olib chiqadigan bo'lsa, unga juda ham katta summa talab qo'ygan, taklif qilgan. Lekin o'sha sudya u pulni olmagan, rozi ham bo'lmagan, ya'ni u prezidentning yonini olishga umuman rozi bo'lmagan. Sababi, misol uchun, u prezident ayblari ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun, oddiygina o'sha prezident ayoli ham bitta joyga borib, oddiygina sovg'a sumka olgani uchun ham juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. O'sha chet elda qonun juda yaxshi ishlagan uchun xalq bosh ko'tarib, oyoq haligi qo'radi, nima desam bo'ladi. Juda ham to'polon qilishadi, shunaqa. Bugungi yangilik shulardan iborat.